Bismillahirrahmanirrahim. 2024-yil boshida tug'ilgan urg'ochi qo'zichalarimiz. To'qlik deyilsa ham bo'ladi. Mana hozir silos va yem berish payti. 83 bosh. Bularimiz 2024-yil yanvar oyida tug'ilgan erkak qo'zilarimiz. Bular shu kechki yem ish paytida hozir. Bu 2024-yil oktyabr va noyabr oyida tug'ilgan qo'zilarimiz. Bu yerda ikkita oxir alohida qo'yilgan qo'zilar uchun bu oxirda silos turadi, narigi oxirda maydalangan yem. Maydalangan yem to'ygancha yeydi. Kilosini farqi yo'q, yeb bo'lsa solib qo'yilaveradi. Buni universal reshotka qilingan. Reshotkaning tagidagi oralig'i 20 cm qo'zilarning o'tishi uchun. Bu yerda ona bolalar joylashgan. Ona bola guruhi. Bolalar alohida o'tadi, to'ygancha yemini, silosini yeydi. Va yana qaytib o'tib, onalari bilan birga sutini ichib bemalol yuraveradi. Bu reshotkamiz universal. Tepasi mayda, tegi katta qilingan. Buni ag'darib qo'yilsa, qo'zi o'tolmaydigan bo'ladi. Buni mana bu yerda ko'rsa bo'ladi. Mana shu reshotka xuddi shunday. Faqat ag'darib qo'yilgan, bilaman erkak qo'chqorlarning oldiga o'tib ketmasligi uchun. Mana ag'darilganda tegidan o'tolmaydi. Tepasi o'sha reshotka aylantirsa qo'zi sig'adi. Onalari hozir endi yem yeb bo'ldi. 2 mahal yem yeyishadi onalari hammasi. Har bir boshiga 350 grammdan yem yeydi. Yemni 350 gramm yarimi bug'doy, yarimi makka jo'xori maydalangan faqat. Uni yeb bo'lgandan keyin karma smes yeyishadi. Uning ichida silos bor, yana yemlar bor, shurotlar bor, somon bor. Hozir endi keladi unisi. Shu ona bolalar guruhi bu. Jami qo'yxonamiz uzunligi 150 metr. Hozirgi kunda 450 bosh qo'y mavjud. Mana shu 450 metrda. Endi qurilish ishlari oxiriga yetkazilyapti. Kecha tug'ilgan qo'zimiz. Yangi tug'ilganda 4-5 kun alohida bo'lib turadi. Yaxshilab ona bola bir-birini hidini yaxshilab tanib olgandan keyin asosiy nimaga qo'shamiz. Bu tomonda bo'g'oz qo'ylarimiz. Bu yerda yaqin bo'g'ozlar ham bor, sal kechki bo'g'ozlar ham bor.
Bular mana hozir ovqat solindi. Hammasi ujin qilyapti. Kechki ovqat. Endi bu solingan ovqat ertalabgacha yetadi. Ertalabgacha yeb yotishadi. Ovqati tugab qolsa kechasi ham ishchilar bor bu yerda. Tugab qolsa yana berib qo'yishadi. Ataylab tomosha qilish uchun guruhga video syomka qildik. Hammaga shunaqa chorvalar nasib qilsin.